Doqilili Parvardigor, duolarimizni qabul et. Parvardigor zotingga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Parvardigor zotingga shukronalarimiz bo'lsin. Sen bizga iymon berding, ibodatingga loyiq ko'rding. Tabarruk yurt, ulug' xalqning farzandi qilding. Seni borliging, birliging haqiqati qalbimizni to'rida. Senga hamdlar, shukronalar bo'lsin. Parvardigor, bu kelgan jamoani har birlarini qadamlariga ajrlar bitgin. Xonadonlariga nuring, rahmatingni yog'dirgin. Ishda, mehnatda, kasb-korda yurganlar bor. Barchalarni mehnatlariga barakot bergin. Rohatini ko'rsatgin. Farzand tarbiya qilmoqdalar bu jamoani barchasi, o'g'il qiz nabiralar tarbiya qilayotgan farzandlarini ardog'ida bo'lishlarini o'zing nasib etgin. Xonadonlariga, qalblariga o'zing munavvarlikni bergin. Parvardigor, bu bandalaring seni ixlosingni, seni kalomingni butkul yaxshi ko'radigan, qalbini butun vujudi bilan seni kalomingga oshiq bandalar.